Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Kuninglar xayrli o'tdimi? Men kunduz bilan video olishga vaqtim bo'lmadi. Kechga eslik kelin bo'lib, sho'rva tomini tayyorlab, suvini quyib, biroz kavlab qo'ydim, hammasi yaxshimi deb. Ungacha qorong'i tushmasin deb. Erta qorong'i tushyapti bizda hozir. Огородga yugurdim. Hali ham bizda 2026-yil 5-yanvar bo'lishiga qaramasdan atirgullarim ochilib turibdi. Tom orqamda esa halitdan bahor nafasi urgan. Ko'katlarim hali ham ko'kmay turibdi. Sho'rvaning ustiga ko'katlardan to'rg'ab ichgani olib qo'ydim. Endi esa sho'rvam pishdi. Ungacha ovqatlarım bo'lib, idish-tovoqlarimni yuvib, yaxshilab yuvib, tozalab, uborkani boshlayman deb hamma yo'g'imni yig'ishtirishga kirishib ketdim bu yoqda. Tozalab yuvishga harakat qilyapman. Yaxshilab e'tibor bersanglar. Endi esa men ham hamma blogerlar qiladigan ishni qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Qani menda o'xshaydimi yo'qmi? 1-2-3 qani. Menda ham o'xshadi voy. Rost ekan qizlar, shu narsani qo'llab ko'ringlar. Xuddi bir o'qib ketgandek tuyuldi menga uyimni. Ishonmasdan yaqinroq borib videoga olib ko'rdim. Yo'q, hammasi joyida. Shu hamma yo'qni yig'ishtirib kirib ketaman deganda bolalar do'konni ochishi yomonda. Uyga kirib, bolalarimni to'qlab kirsam, qizim keldi. Aya, zagolka taqib qo'ying sochimga deb. Ha, bo'pti, mayli, aldagani bola yaxshi deb